İlim-fan olimlari nemishqa dinsiz? Meningcha bu masalani agitib o'tirishning hojati yo'q deb qarayman. Ochiqini aytganda, fanniy olimlar orasidagi dinsizlik nisbati normal xalq orasidagi dinsizlik nisbatidan nechasi yuqori. Bu yaqinqi bir qancha asrdagi reallik. Mundaqcha aytganda, kishilar odatda fizika va ximiya qatorliq ilmlarga qiziqqan sari o'zi to'ymagan holda dinsizlikka yiqilishib qelyotdi. Qur'on bizni nurg'ulg'an yerda koinotni kuzatishga, tafakkur qilishga chaqirg'uvchi bo'lish sifati bilan yuqorqidek ahvolning yuz berishi Qur'on nuqtasidan hech kutilmagan bir natija hisoblandi. Tog'lar, osmonlar, o'simliklarning o'sishi hamma yer dalil isbotlar bilan to'lgan. Aksiya, hozirgi davrdagi kishilar Qur'oni Karim bizni izdinib beqishga chaqirgan yerlarni tadqiq qilgan sari dinsizlikka yiqilishib qelyapti. Avval sizlarga biz yuzlashishimiz kerak bo'lgan ba'zi qiziqarli ishlarni so'zlab beraman. Koinotni nihoyat cho'nqur tadqiq qilib, hatto atomlarni parchalab mukofotlarga erishgan kishilar agar dinsiz bo'lsa yoki koinotdagi tavhidni ko'rib turib, uningga yetarli darajada guvohchi bo'lamasa, Qur'on ularni koinot haqida izlanishdan iborat bu muqaddas xizmatni qilmaganligi tufayli ularni nodonlar qatori qo'ydi va ularni mangulik do'zax bilan ogohlantirdi. Xo'sh, undaqda Qur'onga nisbatan bu xizmatning eng yaxshi ijro qiluvchisi kim? Bu yerda xizmat deganimda maqsad albatta jismoniy ibodat yoki ro'za emas, balki koinotga munosabatli izlanishni ko'rsatadi. Qur'on 1400 yil ilgari yashagan, o'qish yozishni bilmaydigan, savodsiz va hech qanday texnik ijod qilib boqmagan birini bu ishda eng yaxshisi, eng olimi bo'lish sifatida ulgu elishga tegishli kishining o ekanligini ko'rsatdi. Ammo hozirchi bizlar 2000 yillarda yashagan hozirgi zamon fizika olimi, ximik, biolog sifatida olamni tadqiq qilish uchun qandaqsiga 1400 yil ilgari yashagan odamni eng bilimli deb e'tirof qilgan holda uning metodini o'zimizga ulgu qilamiz. Yoki bo'lmasa bir dinsiz olim garchi atomni parchalagan taqdirdami, haqiqatan olamni qandoq tadqiq qilishni bilmaydi. Kitob degan nima? Kitobga qanday aniqlik beramiz? Kitob degan ilifbadagi harflarni siyoh orqali qog'ozga yozish orqali ma'nilik so'z va jumlalarni hosil qiladigan narsa. Shundaqmi? Qani hammaylar birlikda bir professorning o'quvchisiga o'zining kitobini tür topshiriq qilib berganligini tasavvur qilib boqaylik. O'quvchi kitob bilan necha oy hafilishib, astoydillik bilan tekshirib, tadqiq qilib, ming bir tasdiqda jafoliq izlanishdan keyin topshiriqni bitirdi deylik. Bugun u vaqtda muallimiga izlanganlarni sunmoqchi. Ha, Dilshod, tayyor bo'ldingmi? Qani boshlagin. Ha, men tayyor muallim. Xohlasangiz boshlaylamsa? Muallim, men kitobingizni boshdan oxiri tafsili o'rganib, intayin muhim yakunlarga erishdim. Hozir kitobingizning umumiy qalinligi 3,73 sm, uzunligi 17,46 sm, kengligi 11,67 sm keldi ekan. Muallim, kitobingizda 215 parcha dioksiri qog'oz ishlatilgan bo'lib, bu qog'ozlarning har biri taxminan 3517 mm. Bu haqiqatan kishining ishongisi kelmaydigan son. Uningdan boshqa kitobda jami 5982 gram qora xelis markali siyoh ishlatilgan. Hamda bu siyohlar bilan 1652 A harfi, 442 B harfi. Menga buning o'xshash esil fursatni yaratib berganligingizga ko'p rahmat. Sonidag'anlarim mushunchalik. Bu qatimliq o'rganish ilmiy saviyamning o'sishiga ko'p yordam bo'ldi deb qarayman. Menga cho'qim to'liq numar bersiz-ku deyman. Xo'sh, amdiki savolga kelsak, garchi bu o'quvchi kitob haqida kalla qatirib izlangan to'g'ri uchurlarni berdi. Sizningcha bu o'quvchi olimmi yoki nodonmi? Sizningcha u kitobga va avtorga echinishli bir shaklda haqorat qilgan bo'ldimi, bo'lmadimi? Do'stlar, shunga faqatla kitob bilan hafilashib, hatto kitobga oid to'g'ri uchurlarni berish bizni nodonlikdan qutuldirmaydi. Kitob o'qishning ikki xil usuli bor. Birinchisi, kitobni hikoyadagi o'quvchiga o'xshash, kitobni kitobdek emas, faqat bir moddiy jismdek ko'rish. Faqat o'lchash orqali siyoh va uningdagi xatlar bilan hapilishish, ya'ni kitobning shakli jismiga ko'ngil bo'lish. Ularning ma'nosi bor deb o'ylash bu bir nodonlikdir. Shung agar men siyoh sohasida doktor, qog'oz kasbida professor, hatto xat sanashga bak ustaligimdan mukofot, unvonlarga erishgan taqdirimda bu mening kitobga bo'lgan nodonligimni o'zgartirmaydi. Shundaqla kitob va avtorga eng cho'ng hurmatsizlik, haqorat qilgan bo'lib qolaman. Undaqda kitob bilan to'g'ri shaklda munosabat qurish usuli qanday bo'lish? Ikkinchisi kitob o'qish. Demakchimanki, kitob o'qish deganlik kitobdagi siyohning miqdorini o'lchab, xatlarni sanab kitobning jismi bilan emas, balki kitobda aks ettirilgan ma'nosini tushunishga tirishishdir. Buni biz o'qish deymiz. Ya'ni kitob o'qishdagi asli maqsad bu. To'g'rimi? Kitobni qanchalik haqqini berib o'qisangiz, haqiqiy avtorning kutganidek o'qirman bo'lgan bo'lasiz. Undaqda o'qish degan nima? Qani bu to'g'risida tafsili to'xtalib boqaylik. O'qish degan ko'z bilan ko'rgil bo'ldiganning orasidagi ko'rgil bo'lmaydiganni ko'ra oladigan bo'lish. Mundaqcha aytganda, bir tekis moddiy jihatdan 29 ilmitdan, ya'ni harflarning ma'lum tartib bo'yicha tizilishidan bir ma'no shakllandi. Bu ma'no abstrakt bo'lib, aql tushunadi.
Alaylık biz kitaptan ana men sizni söymen degan cümleni o'qidik deyli. Hozir bu yerdagi ana ifodasida ko'zitishga bo'lgan qismi, ya'ni ko'zimiz bu yerda faqat ozroq siyohning 2 qatim ne va A shakli kirganligini ko'radi. Boshqa hech qanday narsa yo'q. Boshqa ma'nomi yo'q. Qandaqsiga men ma'noni ko'zim bilan ko'ryapman-ku degandek fikrlarmi bo'lishi mumkin. Yo'q, biz uni ko'zimiz bilan ko'ramaymiz. Buni tushunishning eng oson usuli turkcha bilmaydigan bir yapon bu yerga kelsa, o bu xatning shaklini kuzatalaydi va o'lchalaydi. Ammo siz tushungan ma'noni tushunolmaydi. Ma'no deganimiz harflar va siyohlarda bo'lmagan kuzatkili va o'lchigili bo'lmaydigan mazmun. Balkim bu yerda ba'zi kishilar sening ma'no deganing amaliyotda ilgari o'rgangan narsalarning mengida takror jonlanishini ko'rsatdi deyishi mumkin. Balkim shundoq bo'lishi mumkin. Ammo mening bu yerda alohida ta'kidlamoqchi bo'lganim, siz ma'lum bir tekst yoki kitob bilan bilishibmi, kitobni topolmaydigan, kitobni ko'zlamaydigan va o'lchashga amalsiz qolgan narsa uchun qiziqqan haqiqatdir. Ya'ni bizning kitob o'qish deganimizdagi maqsad ko'z bilan kuzatkil bo'lmaydigan narsaga erishishdan iborat. Siz o'zingizcha bir ilmiy metod kashf qilib, kuzatkil o'lchigil bo'lmaydigan narsalarni tilga olishga, foydalanishga bo'lmaydi. Bu ilmiy emas deb dogma qoidalarni tansangiz, kitobni asla o'qigan bo'lmaysiz. Shuningdek, siyoh ranglardan maqsad qilingan ma'noni hargizmi chiqaramaysiz. Masalan, mushuning o'xshash ideologiyani o'ziga 40 yil tangan birini tasavvur qilib beqing. 40 yil jarayonida uningga nisbatan ranglarning shakllarga kirishidan boshqa cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Bu yerda bir dona A, 2 dona ne harfi bor. Agar siz onunga "Man qara, bu xat bizni tuqqan birini asıltidi. Bu yerda bu xatni yozgan kishi onasini yaxshi ko'rdiganligini bayon qilibdi. Agar mushunga o'xshash bu jumla uning uchun yozilgan ekan degan vaqtning o'zida siz ilm-fanning doirasidan chetnab ketgan bo'lasiz. Shuning bilan sizga nodonlik qalbiqini kiygizishdi. Chunki oldingizdagi odam siyoh mutaxassis bo'lgan taqdirdami, o yillardan buyon qo'llanib kelgan metod sababli ma'no inkorchisidir. Chunki uningga nisbatan ma'no ilm emas. Qarang, bu intayin muhim bir tema. Bir kitobga hozirgi atalmış ilmiy metodlar orqali yiqilishish navbatda kitobning haqqini berib o'qishga to'sqinlik qilyapti. Bu balkim siz kitob orqali erishgan eng ichinishli bir natija bo'lsa kerak. Menimcha bu masala kallangizda amdilatin ozdir ko'pdir oydinlashgan bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, Qur'oni Karim bizga koinotni davomli yozilayotgan ulug' kitob sifatida bayon qiladi. Buni qayta takrorlayman. Qabul qilayli yoki qilmayli, vahiy koinotning faqatla bir obyektiv jismlar emas, balki bir kitob ekanligini ta'kidlaydi. Shu sababdan tunji buyruq o'qu bilan boshlandi. To'lim afsus. Bu buyruq faqat kitob o'qishni ko'zda tutadi deb xato tushunilib qelyapti. Bu buyruqdan keyin Hazrat Muhammad alayhisalom dars o'qishga boshladimi? Yo'q, undaq emas. Demakki Allohning amrida ko'zda tutilgani bu emas, asli masala koinotning bir kitob ekanligini bilish va uni yaratgan Rabbimizni tunib, uning nomi bilan o'qish kerakligini bilish edi. Bu sebepten Kur'an'daki ayet degan hukm faqat Kur'an'ның cümlelerini tasvirlash uchun emas, balki koinotdagi barliq jonliqlar uchun ishlatildi. Masalan, o'simliklarning o'sishi, DNA'ning bo'linishi, insonning tug'ilish qatorliqlarning hammasi Kur'an'ga asosan o'qishga tegishli oyatlar. Oyat hukmini haqiqiy ma'nosi bilan tonish hammani o'zgartirdi. Aziz do'stlar, sizlarcha bir kitob bilan uchrashib, u haqida to'g'ri uchur berish bizni nodonlikdan qutuldira olamdi. Yo'q, undaq bilish notayin. Chunki kitob bilan uchrashgandan keyin sizning qo'llangan metodingiz, usulingiz bak muhim o'rinda turdi. Ya'ni bir kitobning siyohini o'lchab, harflarni sanash orqali kitob haqida to'g'ri uchur bera olishimiz mumkin. Ammo to'lim afsus, bu usulimiz bizni nodonlikdan qutuldirish emas, balki nodonlik patqiqiga texmo patirib qo'ydi. Ya'ni agar koinot kitobi bilan bo'lgan aloqamiz yuqorqi hikoyadagi o'quvchiga o'xshash faqat bizning quyoshdan yiroqligimiz qanchalik, atomning aylanish surati qanchalik, bizning qinimizning qanchalik miqdorda ekanligi degandek mush shaklda davom qilsa, biz koinot kitobining haqiqiy ma'nosini, nima demoqchi bo'lganini o'qiyamsak, avtorning nazarida faqat u kitobning cho'ng kichikligini o'lchaydigan nodon odamga aylanib qolamiz xolos. Agar koinot bir kitob bo'lsa, uni haqiqiy ma'nosi bilan o'qiganda ondan nodonlikdan qutula olamiz. Koinot rostla bir kitobmi emasmi? Agar rostla bir kitob bo'lsa, uni qanday o'qiymiz? Inshaalloh bu savolga keyingi qismimizdagi qon avrishkisi to'g'risidagi filmimizda tafsiliy javob berishga tirishamiz. Mening bu qismda oydinlashtirmoqchi bo'lgan temam shuki, hozir biz cho'ng bilayotgan atalmish muqaddas ilmiy metodimiz bizning bu vaqt so'zlashimizga yo'l qo'ymaydi. So'zlash emas, hatto texi ma'no va yo'qlik to'g'risida eg'iz ochqilim qo'ymaydi. Ya'ni biz koinotning kitob bo'lish ehtimoli yo'q deb turayli deydi. Esingizda bo'lsa, o'qish fe'ldagi oxirgi nishon ko'zitishga va o'lchashga bo'lgan narsa emas, balki kuzatkili va o'lchigili bo'lmaydigan bir ma'noga erishish va avtor bilan bir ma'naviy munosabat qurish edi. Amaliyotda bizning hozirgi metodimiz 5 yilda yo'lni to'sib qo'ydi. Esingizda bormikin, koinotdagi mavjudlik ustida tadqiq qilganda, hozirgi biz ishlatayotgan ilmiy metod bo'yicha kuzatkili yoki o'lchigili bo'lmaydigan narsani naql qilib foydalanishga bo'lmaydi. Biz hur aql qismida bu vaqtda to'xtalgan edik. Ya'ni har qanday tadqiqotingizda asli ma'no yoki avtor haqida so'zlayolmaysiz. Ya'ni kitobning ma'nosi bilan avtorni asos qilishingiz, ulgi qilishingiz
tabiat dinida kechirgisiz gunoh hisoblanadi. Ularning nazarida hamma narsa modda va energiyadan iborat bo'lib, uningdan boshqasi hech nimaga hisob emas. Agar ma'lum bir menga yillarcha bu ideviy besim ostida qolsa, to'liq o'tir maktabni bitirib 12 yil bu besimning ostida qolgan bo'lsa, undaqda bu menga ma'noni anqiramaydigan, tushunolmaydigan holga keldi. Chunki uning atalmish bu metodida ma'no va abturga hech qanday o'rin berish cheklangan. Yillarcha o'qishga kirgizilgan va olamni tadqiq obyekti qilgan darslarda ma'no va abturga munosabatli uchurlar ozroq tilga ilinmoqda. Bu sistem bilan tarbiyalangan menga oxirida berib, koinotga ma'nosi va abturi bo'lgan bir kitob sifatida emas, faqat bir moddiy obyekt sifatida muomala qilishga boshlaydi. Shuning bilan birga menga vaqtning o'tishiga ergishib, bu sistemada taraqqiy qilgan sari abturdan va koinot kitobining bildirmoqchi bo'lgan ma'nosidan yiroqlab, dinsizlik yuzlanishga boshlaydi. Ularning cho'qindigan ilohiy cho'ng portlash tadqiqotidan u yonga bak o'tib ketmaydi. Lekin koinot haqida izlanuvchilar bir tarafdan yo'qotgan bilan yana bir tarafdan ozroq bo'lsa natijaga erishadi. Masalan, siyohni nihoyat yaxshi o'lchashni, atomni parchalashni, bizning quyosh bilan bo'lgan oraliqimizni santimetr aniqlik darajasida hisoblab chiqishni, hatto mikroskop bilan u kitobning ichida nurg'unlagan yangi kitoblarni bayqagan bo'lsa-mu, ammo u kitoblarni o'qimay bilib turib xiyonat qilgan kitob sonini ko'paytirdi. Ustida tavranmay xotirjam turadigan bu yer sharining soatlik sur'ati 108 ming kilometr ekanligini o'lchab, ziyonli nurlarning o'zin qavatidan o'tamaydiganligini bayqagan bo'lsa-mu, ammo buningda kishining ishongisi kelmaydigan mo'jiza, san'at va rahmat borligini o'qiyamadi. U 6 barmoq yoki 4 barmoqlik bo'lishining biologik jihatdan foydali emasligini aytib, buni nihoyat yaxshi o'lchaldi-yu, ammo u 5 barmoq bo'lib yaratilishidagi ilohiy hikmat, san'at va rahmatni o'qiyam. U 80 qadoqliq dializ uskunasining 80 gram bo'rak xizmatini qilolmaydiganligiga munosabatlik hamma narsani bak yaxshi biladi. Ammo u bo'rakning har kun xizmat qilib doktorxonadan qutqizib qolganini o'qiyolgudek va buningga shukr qilgudek mexanizm allburun ko'rlashtirilgan. Mushu yugurayotgan, paranglashayotgan, o'ylanayotgan, hayajonlanayotgan, do'stlar bilan suhbatlashayotgan bu organizm ayni vaqtda bir tomchi suv edi. Bir tomchidan hozir holatga kelganligini aytib, butkul bosqichlarni kuzatib o'lchayoladi-yu, ammo buningdagi hayron qolarlik san'atni, hikmatni, rahmatni o'qiyolmaydi va abturni to'niyolmaydi. Texi buningga o'xshash haqiqiy o'qib boqmagan, ammo nihoyat yaxshi tadqiq qilayotgan minglagan kitoblarmi bor. Kitobni haqiqiy o'qish bir yerda qolsin, kezi kelsa kitobning abturini inkor qilgudek jur'atga kelib qoladi. Hatto 9 oylik bu vaqtning yetilish jarayonini o'zlari polimeraza deb atavagan oldidagi sababga bog'laydi. Xuddi kitobdagi oldin harflarning keynidan olishib kelgan harflarni yozganligini o'ylagan o'xshash. Shuningdek yer sharining aylanishini, o'zin qavat qatorliqlar hadislarni fizik qonuniga bog'laydi. Xuddi kitobdagi jumlalarning grammatikalik qoidalar tarafidan yozilganligini o'ylab qolganidek. Ya'ni ularning qarashicha grammatikalik qoidalar bu jumlani yozadi. Insonning 5 barmoqlik bo'lishini, bo'rak deganlarni DNA'ga bog'lab tushundirdi. Amaliyotda mushunga o'xshash bir imoratga nafslik va go'zallikning u qurilish chirtyoj tarafidan paydo bo'lganligini o'ylash sizni oxirida nodonlik patqiga patirib qo'ydi. Bu chaqchaq emas. Esingizda biz oldin qismlarda bu vaqtda xili tafsili to'xtalgan edik. Aziz qarindoshlar, mana bu yozuvchining nazarida Hazrat Muhammad alayhisalomni birinchi o'rin qo'yganligidek sir. Kitobga kitob sifatida muomala qilish, shundaqla kitobdagi har bir xatga yozuvchi tarafidan o'qirmanga berilgan bir uchur sifatida muomala qilish kerak. Biz degan mana bu metod 1400 yil burun o'zining haqiqiy ma'nosi bilan eng yuqori pallaga yetgan edi. Hatto vahiy kelmay turib, xordagi cho'nqur tafakkurlar bilan yetgan edi. Mana bu dal Hironing ma'nosi. U yerda maxluqotlar ustida tafakkur sanjiqini tortgan va o'qishga loyiq bo'lgan Rasulullohga vahiy orqali kitobning haqiqiy tili, ma'nosi bilan o'rgatilgan edi. Miraj hadisasi orqali butun kitob kezdirilib, ma'nolar bayon qilingan edi. Hodisalarning ishki mohiyati va yaratquchining saltanati namoyon qilindi. Shunda qilib kishilarning tilini o'qiyamaydigan savodsiz ummi Muhammad sallallohu alayhi vasallam u koinotning tili bo'lgan Rabbchini eng yaxshi bilgachga Rabbimizning nomi bilan boshqa barliq kishilarga o'qituvchi, yetakchi qilib tayinlandi. Bu tilni uningdan kuchimizning yetishiga o'rganib, avtorning kutgani bo'yicha uning kitobiga murojaat qilish bizni oxirida nodonlik patqidan qutqizib, nurliq bir yo'lga boshlaydi. Xotinning chat yetsida yashaydigan, ikkini ikkiga qo'shishni bilmaydigan, ammo Rasulullohni o'ziga o'qituvchi qilgan bir mo'mayning o'zining etizliqidagi pomidor qarab alhamdulillah deganida u hammamizning Allohning nazarida pomidorni atomga bo'lgan dinsiz olimdan bu natijasi ustun bo'lishidagi sababining keyinida mana bu sir bor. Ya'ni avtorning nazarida oz bo'lsa-mu kitobni o'qigan bakrak qimmatli bo'ladi. Balkim shu mo'may 2 ga 2 ni qo'shishni bilib, pomidordagi atomlarning qonuniyatiga shohid bo'lib turib, alhamdulillah degan bo'lsa, u mu yaxshi bo'ladi. Muhimi mo'may yanalam kitobni o'qidi. Metodning xarakterini tushundi va o'qituvchisini to'g'ri tanlay oldi. Boshqa tilga ilingan hikoyadagi o'quvchi va u barbod sunumini qilishning o'rniga hech bo'lmasa kitobdan bir bet bo'lsa-mu o'qigan bo'lsa, o'qituvchisining nazarida texmi hurmati bo'lgan bo'ladi. Hech bo'lmaganda 2 deyilib bo'lsa-mu imtihondan o'tadi, shundaqmi? Aziz do'stlar, men o'zim
elektr injeneri, ya'ni koinot kitobining elektronlik qismi bilan shug'ullanaman. Siz bir dorigar bo'lsangiz, balkim ximiya kitobi bilan shug'ullanayotgan bo'lishingiz mumkin. Doktor bo'lsangiz, odam organizm kitobi bilan shug'ullangan bo'ladingiz degandek. Balkim ko'pinchimiz koinotning o'xshamagan qismlarida kasb sifatida shug'ullanayotgan bo'lishimiz mumkin. Ammo shuni esimizdan chiqarmaylikki, bizni oxirida bilimli qildig'ini kasbimizga Rasulullohning metodi bilan yaqinlashish bo'ladi. Bu metodni o'ziga yetakchi qilgan holda biologiya kasbini bitirgan o'quvchi faqat o'lchash, tadqiq qilish bilan qolmaydi. Kuzatgan shu millionlagan turning ichidagi millionlagan hikmatli faoliyatlarni o'qiydi. Bu payg'ambariy metodni o'ziga yetakchi qilgan bir ximiyachi elementlar davri jadvaldagi moddalarning o'xshamagan shaklda berikishi orqali o'tirg'i chiqqan g'oyat zo'r bayqashlarni, hatto reaksiyadagi qonuniyat va o'lchamlar yordamida mahsulot va dori yasay oladiganligini o'qiydi. Bu metodni o'ziga yetakchi qilgan bir elektron injeneri yerim o'tkazgich materiallardagi elektronik alohidlik qonuniyatni bayqab, onun yordamida aqliy darvoza, transinistor qatorliqlarni yasash orqali butun texnikalarni yasab chiqa oladiganligini o'qiydi. Va yoki bo'lmasa bu metodni tushunish uchun o darajada kasbiy bo'lishga ehtiyojim yo'q. Hammamiz nashta qilamiz shundaqmi? Biz ashu minglagan yemeklardan erishgan xushalliq. Bu o'ynash jarayonida yaralansak-mı ko'nglimizda paydo bo'lgan tasvirligisiz shodlik. Siz bu yerda mushunga o'xshash o'zingiz yoqtiradigan halal qiziq ishlaringizni tasavvur qilib baqsangiz bo'ladi. Shundaq yerib charchab, terligan vaqtimizda suv ichish orqali salqinlashimiz. Bir buvaqning maslikimizni keltiradigan tatlı qiliqlari degandek. Mana mushunga o'xshash hammasi biz o'qishga tegishli kitoblar. Ya'ni mushlarning hammasini o'qituvchidan o'qishni o'rganib, butun bu faoliyatlardagi hamdu sanani ko'ndi besh qatim sunish orqali kitobning yozuvchisi bilan uchrashtirayotgan go'zal insonlar nima degan baxtliga. Zubayr Gunduzolibning mashhur jumlasini eslagan holda filmimizni oxirlashtiraylik. Kitob o'qish ayrim bir ish. Ammo hamma narsa shu bir ishdan kelib chiqadi. Ha? Shuncha tirishib turibmi qandaqsiga? Shkifi aldım deyman. O kitap edi. O'qishing kerakdi.